Bahodir aka, bu safargi jang siz yurtingizda bo'ladi. Shu jang siz uchun nimani ifodalaydi? Avvalambor assalomu alaykum. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan vatandoshlar, muxlislar. Men juda ham xursandman o'zimni vatanimda jang qilayotganimdan. Xudo xolasa chiroyli jang ko'rsatib, sizlarni xursand qilamiz. Har doim o'zingning yurtingda jang qilganingda hayajon 2 barobar kuchli bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli jang ko'rsatishga harakat qilamiz. 14-noyabr kuni Lift Promotion tomonidan uyuштirilayotgan boks kechasida qatnashasiz. Bahodir aka, hozirgi raqibingiz haqida nima deya olasiz? Raqib yaxshi raqib, mag'lubiyatsiz kelyapti u ham menga o'xshab. Xudo xolasa ring ko'rsatadi. Kim yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Ko'plab yoshlar sizni izingizdan ketmoqda. Ularga qanday so'z aytgan bo'lardingiz? Ko'proq mehnat qilsin, ustozlari gapiga quloq solsin, tartib intizomga rioya qilsin, albatta chempion bo'ladi, xudo xolasa. Chunki tartib intizom sportchi uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Chunki tartib intizom bor joyda natija bo'ladi. 14-noyabr kuni barchani Humo arenada kutib qolamiz. Chiroyli janglar bo'lib o'tadi. Bizdan tashqari ko'plab jahon va olimpiada chempionlari ishtirok etishyapti. Men o'ylayman, O'zbekistondagi eng katta professional jangi 14-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Barchaga omad.